Salom do'stlar, bugun men sizlarga qanday qilib Moskvada yurish uchun, ko'chalarda yurish uchun propus taxlashni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oddiy. Buning uchun biz bir necha variantlardan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun browser orqali "Как можно сделать пропуск" deb yozamiz va "Как получить по SMS цифровой пропуск Москвы вперед самоизоляция" stranisadan chiqadi va uni bosamiz va bu yerda hamma narsa ochiq va oydin kiritilgan. Mana marhamat etamiz. Bu yerda biz onlayn orqali ham ko'rishimiz mumkin. mos.ru orqali va qisqa raqamlari 73-77 raqamlari orqali ham qabul qilishimiz mumkin. Bu 73-77 raqami orqali bu juda ham oddiy. Mana biz uchun shpargalka taxlab berilgan. Если решите сделать эту помощь SMS, вам можно ваша instruksiya. Instruksiyalarni kiritgan. Mana bu ish joylari uchun. Agar siz ishlasangiz biron joyda ishxona orqali qilib beriladi bu propus. Agar mana ma'lumotlari berilgan. Doktorlar uchun для разовой поиски к врачу пишите вот такой последовательность. Bu vrachlar uchun barchasi ko'rsatilgan va mana ma'lumotning tagida qanday qilib SMS jo'natishingiz mumkinligini shpargalka ko'rsatilgan va другой личный bizning qolgan shaxsiy ishlarimiz uchun propus. Bu ham hamma narsa ko'rsatilgan. Mana biz uchun иностранный pasport barcha ma'lumotlarda ega. Mana shu sayt orqali biz olishimiz mumkin va men sizlarga yana bir narsani kecha kirib ko'rdim. U orqali ham, bu sayt orqali ham olishingiz mumkin. Buning uchun bizlarga Stop COVID-12 nomli sayt kerak bo'ladi. Men bu yerda o'zimning nimalarimni kiritganim yo'q. Mana ko'rib turganingizda oddiy. Registratsiyadan o'tasiz va ma'lumotlaringizni kiritasiz. U yerda ham hamma narsa oddiy qilib yozilgan. E'tibor bilan o'qib yozsangiz hamma narsa chiqib keladi. Qani do'stlar, olg'a bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Guruhda a'zo bo'ling va birinchilardan bo'lib barcha biz uchun kerak bo'lgan dokumentlar va boshqa narsalar to'g'risidagi haqiqatlarni yoritib borishni maqsad qilganman. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Qani do'stlar, yaxshi kunlarda uchrashguncha alvida deb qolaman.